Yaxshimisilar aka-da, endi singil do'stlar. Oldingi qitimqi kompaniya filmimni ko'pchilik nihoyat yaxshi ko'ribdi. Nurg'un filmni ham janjallar bo'pti. Rahmat sizlarga. Uningda dadamning yaqin idorasidagilar bilan safarga chiqadiganligini aytgandim. Ham sizlarga amal qilib ham bahrlab beradiganligimni degandim. Endi shu gapimni amalga oshirib, sizlarga dadamning safar xotirasini aytib keldim. Bu qitim dadam idorasidagilar bilan xizmatdoshlar bilan Shangang Almanga o'yin qo'yildi. Men bo'lmagandan keyin dadamlar bir idorada ishlaydigan bir do'stimga tatozdim. Ularning birinchi bekiti Shangang Ligungda shu bo'lib, hozir ularni shu aeroplan chiqadiganga tayyorlik qilyapti. Hey. Kecha hech uxlamay yo'l yurib Shangang oxir beryapti mana. Shu uxlamagan peti yotoqlarga berib urinish bo'yicha atigami bo'lib ketibdi. Yotoqlarga urinish bo'lgandan keyin Udulla rapetiska beribdi. Shangang Ligungda şunu işçiye karanlar da bu. Kim o? Dadamning xizmatdoshlari shunday qilib bir kunlik repetitsiyadan keyin rasmiy o'yinni boshlanib ketibdi. Biz Dilmurat bilan bugün haqancha olsun bir oilani baqila. Bu Dilmurat Shangangda uzun turgan bo'lgandikan, maxsus bugün men o'zim da yo'li qilmasam bo'lmaydi. Birdam cho'glab boqamiz ha? Cho'glab boqamiz. İlk o'stimiz sizlarga. Bu videomu müşahid oxirlashdi. Agar buning oxirini ko'rganlar bo'lsa, dadamning bugun yangi tarqatgan shipingsini ko'rsanglar, mushu shipingning oxiri chiqadi. Bu biz yotgan yotoq. Shangangdagi biz yotgan yotoq. Bugun mishadin chiqib Dilmurat inim bilan bir oilani boqmoqchi bo'ldik. U dedi, Shangangga kelib, hechchani ko'may ketib qolma deb. O'zi bir qo'lliq dovoyo'liq qilmoqchi bugun. Chunki u o'qish bilan bo'lib Shangangda bir 2 yil turgan burun. Hozir bo'lsa naqsh usul umigi, usul atirtning muallimi. U biyalar nayt tunish. Mana hozir biz Dongfangzhu Vidoliaganga yaqinlab qoldik. Ash ko'ringan o'rin Vidoliagang ekan. Dongfangzhu degini ashani ko'rsatdi ekan. Cho'ng yavmagandan keyin piyoda aylanishni tavsiya qildi Dilmurat. Biz mang'ach u menga o Shangangdagi hamma yerlarni aniq ko'rsatib, tushuntirib mangdi. Nihoyatda suhbatlarimiz qizg'in davom etdi. Uningmi kichik o'g'an bilan beshidan chiqish o'tgan bola ekanmi? Biz kiyimiga tushib, eng azam baholi kiyimiga tushib, daryoning u tarafiga o'tadiganini qaror qildik. Bunda bo'lganda tafsiliy ko'rgini bo'ldi deydi. Piyoda aylansak, shunda odatga qatnash vositalaridan foydalanib, manganda to'liq ko'rgini bo'ldi deydi. To'g'ri uning degini. Daryo o'yig'im yetib keldik. U tarafi dunyoni hayron qoldirayotgan iqtisodiy gavda. Garchi kichkina o'rin bo'lsa-mu, lekin dunyo iqtisodiga ta'sir ko'rsatib kelgan bir o'rin deb tushundirdi Dilmurat menga. Bu yoqda banka, har xil cho'ng iqtisodiy gavdalar bor ekan. Biz bu tarafni asosan ko'rib bo'lgandan keyin daryo orqali oyoqqa o'tmoqchi. Dunyoning hamma yerida hayot o'xshash davom etadi, vaqt o'xshash mangdi. Osmondagi quyosh bir, kechda chiqadigan oy o'xshash, jahonning nariga bormang, hayot o'xshash davom etadi. Qaranglar, kunduz o'smi yuguradiganlar ekan. Sharq marvoyiti deb nom olgan bu o'rin mana shundoq go'zalligini namoyon etib turibdi. Nihoyat tafsiliy tushundirdi Dilmurat menga. Lekin ba'zi narsalarni men toza aniq o'qib ketamadim. Shundaqdimi tomosha qildim, ko'rdim. Qaranglar. Mana dedi u ki 11 degan binomush shu dedi. Endi ki 11 ga bu binoning nomi ki 11 degan yerga qaranglar. Mayli endi bu ki 11 bo'lsin-mi? Daryo bo'yida undan boshqa ayni vaqtda cho'lponlarning qoldirgan qo'l izlari bor ekan. Suhbat orliqlarida Dilmurat menga o'zining
şu 13-14 yaşlardan başlap usul kirib öğrenip keyin fursat bo'lib Şanganga, Angliyaga o'qishga borgan hikoyalarini aytib berdi. Yaman tirishchan bola bu. Endi ko'rayotganimiz shu Şangandagi eng markaziy Fanhua deydi. Sodrayni ekan shundoq aylantirib. Her bir dam elib olishga to'g'ri keldi dehamishadi o'tirib. Mana kelayotganimiz endi bizning ko'makchi bo'lgan Şangan madaniyat markazi. Mushu Liu Dahua, Zhou Rongfa degan odamlarning tunji qadamlarini boshlangan o'rin. Nurg'un cho'lponlarning bo'shiga desakmi bo'ludi bu yana endi. Maktabdan boshqa madaniyat. Wonghua Zhongshinda dunyodagi nurg'un dağlıq əsərlər, sahne əsərləri müşavirə kelişib bu orunun vaxtı yetsə müşahede qoyuldu yani sahne əsərləri, drama, muzikалық teatr, ondan başqa konu quruluşlar öz peti saqlanğan ekan Şanganda. 100 yıldan aşqan quruluşlar. Mana qaranglar, madaniyat mərkəzinin yan tərəfiga o'tgandikin buning hayvatlikligini ondan ko'rinadi ekan. Oldi tarafdan koni bir qurilishga o'xshaydi ekan, chunki burun selingan bo'g'ashqa hech qanday o'zgartish qilmabdi. Mayan tarafiga o'tgandan keyin mana buning hayvat cho'ng qurilish ekanligini ondan ko'rgan oldi ekan emasmi? Qaranglar, buni bu atrofini aylanyapmiz. Hech nimasi o'zgarmagan. Qurilish bo'lgandan tortib hozirgacha bir tal koyish, bir tal g'ish o'zgarmaganda ayni petini saqlaydi ekan mana. Bu oq tarafidagi kichkina maydon ekan. Mashhadi yana bir dam elib olish to'g'ri kelamdi, qandoq deb o'ylayapman. Undan bu bay deganimizdek Sodrayniki bütün dünyadaki dağınık markalar, saat, közeynek, zıbı zinnet, kiyim-kechak, ettir degende qimmat baholik narsa keraklarning dağınık markalari mishadi bo'ladi ekan. Endi biz kiyimiga chiqib daryoning av tarafini ko'rib boqadiganga mangduq. Dilmurod yana to'xtamay tushuntiryotdi. Kemiga chiqqandan keyin ma tarafini andan tomosha qilgan bo'ldi ekan. Mana shu kichikgina o'rin dunyoga donliqda. Aslida salomatligim toza yaxshi bo'lmag'ashqa sal charchab qoldim bo'g'ay. Gerçi yana birdan aylangan bo'lsa-mu, salomatligimni o'ylab endi qaytib ketishni iltimos qildim Dilmurod shunda qizg'in bo'lmasa. Taksi to'stig'im bir joyni izdimasak bo'lmaydi-ku bu yerda. Unda ko'yganli yerda qo'limizni tanglasak to'xtaydigan ish bu yerda mavjud emas-ku. Birdam saqlaymiz-da. Mana bu markaziy ko'cha mana. Markaziy ko'cha. Dunyoga dangliq markaziy ko'cha. Ismini unutib qoldim men deb bergan. Mana shu markaziy ko'cha. Bu ko'chaga kelganligining isboti uchun men bir menib qo'ydim menda. Chu, endi qaytib kelgacha men bunda qarab hayron qoldim. Menda binolarmi taqib bo'lgan. Deb aqlim hayron, pamim singoyan qoldi. Qaytib kelgandan keyin cho'qim tomoq yemasak bo'lmaydi endi. Mana shu bizning kechki tomoqimiz. Ondan keyin jiddiy tayyorlik qilib keldik. Tayyorlik boshladik. Mana artistlar tayyorlikda hammasi o'z ishlari bilan mashg'ul. Yarim soatdan keyin o'yinni boshlashimiz kerak. Bu Tuxunjang, Muzat,
Mana bu Zulfiqar, mana hammamiz shu tayyorlikda. Başladık emsen.